Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs, nafsni poklash darslaridan birodarlar, faqirlik manzilatini boshlagan edik, davom etamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: Astagfiru billah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilalloh vallohu huval g'aniyyul hamid. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsizlar. Alloh taoloning o'zigina behojatdir va maqtovga loyiq zotdir. Alloh azza va jalla mana oyatda insonlarning hammasini o'ziga muhtoj ekanligini aytayapti. Ey insonlar deyapti.